Assalomu alaykum. Manaqa apparat kelgandi. Buni sotib oldim. Xullas bu yuvib qo'shqa olib qo'ygandik. Mana hozir vaqt bo'ldi. Sal ko'rib qo'yayin deb. Xullas bu yaxshi apparat, kitoyskiy трехэтажка MOSFET kim bilsa biladi. Drossellar bilan bu professionalskiy apparat hisoblanadi. 220 voltdagi. Fakat bitta muammosi bor, buni sotib ketdi, chunki zapchaska 3-etajdan tushib ketgan xullas. Korpus qayrilib ketgan, tranzistorlar yetilib ketgan. Xullas edi, buni tranzistorlarni olib kelgandi menga bir marta ekan. Qaytarib yana olib keldi, endi tranzistorlarni yechib olibdi endi. Bu yerda tranzistorlar uzilganida sog'ini yechib olgan bo'lsa kerak, bitta qolibdi bu yerda xullas. Diodlar sog'u, lekin abri bo'lmagan bo'lsa bo'ldi mana tomondan. Xullas, men aytdim nimagadir chuqurlagan, bilmayman nimaga chuqurlagan, fazirovkasini endi buni hal qilishga to'g'rilash kerak endi. Problema. Bu 12 ta tranzistorli MOSFET сварочный apparat. Master sxemadagi diod ham 12 ta. Xullas, pastki platasi mana sinib ketgan, krepleniya joylari 3-etajdan tushgan xullas. 3-etajda bunaqa domda emas, korxonada xullas. Tepalikda ishlagan 3-etajli joyda tushib ketganda shu. Xullas, diodning mostini ham yechib olgan, ikkalasini ham. Yechib olgan. Xullas, bu tomondan ko'rsatamiz. Bu tomon ham sinib ketgan ekan, krepleniya bitta mana shu tomon qolgan. Xullas, vassanet qilsa bo'ladi, hammasini iloji yo'q narsam o'zi yo'q. Vassanet qilamiz. Xullas, bu tomon ham tranzistorlarni yechib olgan hammasini. Diodlar bor, yaxshi. Xullas shunaqa. Buni polностью yuvgandik, kurchga qo'ygandik. Diodning mosti yo'q. Men bitta ana tomonda ikkita ikkinchisi turadi bu yerda. Kim bilgan bo'lsa biladi. Xullas, ventilyator ham yo'q, ventilyatorni ham yechib olgan. Mayli. Xullas, knopka sog' hech bo'lmasa. Knopka arzimas narsa, endi mayli. Tushungan. Xullas, bu apparat remont qilinadi, faqat oddiy remont emas, переделка remont qilinadi. Полностью. Так как bu 220 apparat, men buni полностью 380 ga переделка qilaman. Past plata полностью переделка bo'ladi. Bu yerda kerak joyi vырезать qilinadi. Chunki 380 400 volt atrofida bo'ladi. U esa bir tor ko'paytirganimizda 500 voltdan 600 voltgacha atrofida bo'ladi. Напряжение kirish напряжениеga bog'liq bo'ladi. Средний 530 dan 560 voltgacha bo'ladi. Постоянка напряжение. Xullas, bu ham almashadi. Bu yerda 250 voltlik anaqa kondensator 400 voltga almashadi. Bu tomonda 400 voltlik. Bu esa 630 voltga almashadi. Xullas, blok bitani переделка bo'ladi, chunki bu blok bitani 220 ga moslashgan. Transformatorni переделка qilish kerak 380 ga. Xullas, upravleniya sog' bo'lsa bo'ldi. Hatto hammasini remont qilish iloji bor. Ipidan gacha men bu sxemani bilaman почти. 98% gacha. Esimda. 100% bilaman, просто 98% esimda. 2% sal bu yoqqa. Yonimda chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Bo'ladi. 100% hech kim eslay olmaydi hamma narsani. Bunaqa sложный narsani. Xullas, buni 220dan 380 ga qilaman. Nimaga? Yana undan tashqari korrektor koeffitsient mощность qo'yaman. Men ikkita diodni mos qo'yaman, faqat bu xuddi shunaqa to'rtchaligida, faqat 220 diodni mos emas, 380 diodni mos. Xullas, ikkita 380 diodni mos 50 amperdan bo'ladi, xullas. Keyin bu yerda korrektor koeffitsient mощность qo'yaman, u 600 voltgacha chiqaradigan qilaman, xullas. Двухполярное управлениеda 4 ta ko'ramiz, 4 ta tranzistor kamida qo'yaman. 1200 voltlik 40 amperga. Nimaga buni qo'ydim? Sababi buni universal qilmoqchiman, ham 220 da ham 380 da ishlaydigan qilib. 3 ta fazali bo'ladi-da. Anaqa
kabel 3 ta faza chiqadigan. Lekin xohlaganingizga ulaverasiz. Qaysi faza qaysiniki deb o'tirib 0 qaysi boshqa apparatlar shunaqada 220 380 bor. Lekin ularda 2 ta faza. Bu yerda tanlamaysiz-da. Agar 3 ta faza bo'lganda tanlarsiz, qaysi 0 qaysiga ulash kerak, 220 bor shunaqa ham 320 220 220 380 bor, 3 ta fazali. Lekin ularni bilishingiz kerak qaysidir. Yo'q, adashtirib qo'ymashingiz kerak. Mabodo 0 o'rniga faza ulab borsangiz, bu yerda anaqa to есть 220 ga tiqqaningizda 0 ulaydigan joyga 220 ni ulasangiz, faza joyiga ulasangiz, apparat zapuska bo'lmaydi. Pututsa qilmaslik uchun 380 xohlaganingizga ulaverasiz. Xullas avtomatik ishlayveradi. 220 dan boshlab 160 voltdan boshlab ishlayveradi xullas. Shunaqa qilamiz buni. Xullas universal apparat bo'ladi. Drossellar перемотка qilamiz. Ko'ramiz, если что. Baquvvatroq. Men qo'shimcha qo'shamiz mana. Anaqa. Yoniga o'zi ikkitadan ana qilingan, balki 3 tadan qilardim men. Ko'raman, vaqtga qarab bu ham. Hatto 200 ampergacha yetadi. Hatto tomon 100 ampergacha 100 amperdan beradi. Bitta provod shunday 50 amperdan berayotgan bo'ladi. Bu 1.6lik provod. 50 amper ochiq joyda ko'taradi, pastanka tok. Переменкада sal kamni qiladi. Chunki vihroviy tok bor unda. Magnetik poli paydo bo'ladi. Bunda bor, endi bunda kam. Uni sразу drosselga o'ziga ketadi. Va shunaqa gap. Keyin ichidagi transformatorlar-chi. Tak, transformatorlar bor. Buni chiqarib tashlaymiz. Bu transformator juda slablik qiladi. 380 ga katta to'raydan transformator qo'yaman. Mana shu o'rtasiga ko'ramiz. Agar prinsiamisini o'lchab ko'raman. Yaxshi transformatormi yo charchaganmi? Agar charchagan bo'lsa almashtiraman. Kattaga qo'yaman. Agar prinsiamis zo'r bo'lsa, o'zimnikini qoldirib, o'zimnikini переделать qilaman. Ko'ramiz uni. Xullas. Xullas shunaqa. Bu eng zo'r apparat. To'g'risi aytaman. 220 daga 380 ga bor bunaqalar. Endi kam-kam. 220 daga professional apparatdan bundan yaxshisi yo'q. To'g'risini aytaman. Любой apparatingizni jasik, masiklarni hammasini olib keling. Drossel bordan ham olib keling. Bunga yetadigani yo'q. Chunki birinchi buni anaqa zo'rligi nimaga zo'r boshqalarga qaraganda bu toza professional hisoblanadi. Chunki birinchi sabab beta hozir ko'rsataman. Vaqtda to'kuv shunt bor. Da, polomosda ham bor oddiy apparatlar. Lekin to'kuv shunti nimasi yaxshiki, korotka zamkada ham elektrodni anaqa qilganingizda yoki vart qilayotganingizda ham bir xil почти tok bo'ladi. Разбросы плюс-минус 5 voiz bo'ladi. Anaqa korotka zamkani bilan vart qilayotganingizda. Misol uchun 40 ampermi? 40 amper почти anaqa korotka zamkanida ham anaqa vart qilganingizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Boshqalar to'kuv shuntsiz первичный tomonidan manaqa to'kuv transformator orqali boshqargan apparatlar esa mana to'kuv transformator orqali boshqargan. Ularga unaqa bo'lmaydi. Korotka zamkani tok ko'p bo'lib ketadi, vart qilayotganingizda kam bo'ladi. Точный kontrol tok bo'lmaydi ularga. Ularga разбросы 20% gacha. Shuning uchun ular professionalga hisoblanmaydi. Professionalga hisoblangan tokni точно qo'yganingiz точно ishlashi kerak. Ana shundan professional hisoblanadi. Birinchidan. Ikkinchidan, bu nimaga bu apparat zo'r? Chunki mana qarang, drossellar diodlarni ko'ryapsizmi? Transformator ikkita tomonga bo'linadi, anaqasi vixdi, keyin sredniy точка anaqa bo'ladi, minus bo'ladi. Mana bu bir tomoniga bir tomon palyamiz. Nar tomon esa ikkinchi tomon palyamiz. Mana shu dioddan kelyapti, sirasi qo'shilmayapti bir-biriga. Birinchi drosseldan o'tadi. Drosseldan o'tib keyin qo'shiladi. Shunisi plus elektrotexnika anaqa texnika bo'yicha zakon 10 bo'yicha mana shunisi zo'r. Drossel ham ancha-munchaga nasishini ketmaydi, keyin
juda katta gabaritda drosel qo'yish kerak emas. Bu yerda ko'ryapsiz, bunaqa katta gabaritli drosel qo'yilmagan, chunki bu yerda yarim poluperevod impuls keladi. Har bitta tomondan. Keyin birgalashgandan keyin esa polniy zaполнение bo'ladi. 98% gacha, 96% gacha xullas. Birinchidan. Shunda ikkinchi plyusi shu. Uchinchi plyusi bor. Bu apparat qolganlarga qaraganda bitta shu apparat troyxottashga ikki etajga ham bor. 8 ta tranzitlik u rezinisi. Xullas hammasi bir xil chastotada ishlaydi. 100 kHz ishlaydi. 100 kHz. Qolgan apparatlarni mana bu ko'rsangiz. Ular eng tez ishlaydiganini, men sizga aytaman, Resantga o'xshagan sxemalar, однотактный 60 kHz da ishlaydi. Ular maksimum 70 gacha borishi mumkin. Endi transformator hisob-kitobga qarab oladi. Ular shunaqa chastotada ishlaydi. Qolganlari esa mostovoy sxemalar, ular hammasi eng balandi 40 kHz. Даже polumos kichkina urezinlar maksimum 40 kHz. 44 gacha boradi bir xillar. Transformator slabый bo'lsa agar. Atak katta pромышленнийлар esa 33 kHz dan past уже. 20 kHz gacha, 18 kHz, 15 kHz gacha ko'rganman. Qancha tok kuchi, qancha apparat katta bo'lsa, qancha transformator katta bo'lsa, shuncha kHz past bo'ladi. Da, anaqa tranzitlar ana shu qancha past chastota bo'lsa, shuncha kam qiziydi. Lekin svarkaga katta chastota yaxshi. Ancha-muncha abriq bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Yumshoq vard qilinadi, xullas. Shunisi bor. Shunisi bilan bu zo'r apparat. Keyin yana 4-chi variant bor. Bu zo'r nega apparat? Bu boshqalarga o'xshagan tegar, mana первичкада tegar turadi. Tegar deb toko transformator bunda ham bor, lekin kontrol bo'lmaydi. Kontrol toko shundan bo'ladi, ko'rsatgan bo'yicha. Boshqa apparatlar первичка orqali kontrol tok bo'ladi. Ularda misol uchun bir narsa bo'ladigan bo'lsa yoki svarka qilgan bo'lsa, ограничение shu tok orqali ketadi. Misol uchun tranzistor kuydi, bir-biriga to'qnashdi. Nima bo'ladi? Просто kuyadi. Ikkinchi tomoni ham kuyadi. Bir tomon kuysa, ikkinchi tomoni ham kuyadi. Bu apparatlarda. Chunki ular nima qiladi? Ular просто anaqa tokni ограничить qiladi. Bu esa problemani hal qilmaydi. Bir tomon kuysa, ikkinchi tomon qanday kuyadi? Просто tok ограничить qiladi. Lekin bu ochilib baron tranzistor ochilib yopiladi. Qancha ingichka ochilsa ham уже короткое замкание bo'ladi. U tranzistor kuyadi. Shuni orqasidan. Betda esa qanday qilingan? Betda misol uchun bir tomonda tranzistor короткое замкание tushsa, kuysa, ikkinchi tomon kuymasligi uchun bu tomon ochildi-ya, короткое замкание tushdi. Bu tomon ochildi. Betda momentalniy ko'ratdi. Momentalniy 1 mikrosekund ichida o'chiradi. Polniy shimni o'chiradi signalni. Keyin aytda qizil yonib qoladi. Siz qaraysiz, nima qizil yonib qoldi? Apparatni o'chirasiz. Keyin yana yoqilasiz. Yoqiladi, yashil yonadi. Keyin ishga tushdi boshlaganda yana qizil yonadi. Chunki bu yerda короткое замкание primo tok keladi. Bu ishga tushishni ko'rganda sразу bu yerda ko'radi, sразу o'chiryapti. Dash tokda ограничить qilib o'tirmasa, полностью o'chiryapti. Shunisi bilan bu anaqa apparat ancha-muncha kuymaydi. Necha marta apparatlar kelgan, mana bu skvoznoy kuyganlar bo'lgan, faqatgina mana bu yerdagi upravlение kuyganda, mana uni upravleniyasi kuyganda, misol uchun tabletdan diod kuyib qoladi, mana shunaqa kuyib qo'yganda, tokni ko'rmagandan kuygan. Hammasi ishlatganda men kelganda faqat bir tomoni kuyadi. Xullas, qolgan 3 ta tomoni sog' bo'ladi. Yo'nar tomon sog' bo'ladi har doim. Faqatgina shuni almashtirib ishlatsam bo'ladi, lekin u riskovni. Полностью yarim mostni almashtiramiz. Chunki chastota bitta katta chastotada ishlaydi, 100 kHz. Shular bir-biriga anaqa bir xil chastotada ishlashlik uchun. Shunaqa qilib bu shunaqa 4-plyus
Yana 5-plyus bor. Bu razveska первичканик kondensator orqali. Shuni hisobiga ham tranzistor ancha-muncha kuymaydi, ancha-muncha katta nagruskani ko'rmaydi. Mabodo buni aytgandek yana korotka zamkan tushib qolsa, первичкаdan прямой anaqa kelmaydi-da. Boshqa tomonga. Korotka zamkan. Boshqa tomonga. Bu anaqa men zashga ketgandan keyin просто bu kondensator ekranga chiqadi. Yana plyus tomoni shu. Kondensator razvязан bitta первичкасы bir tomoni. Переменки hisobiga bu transformatorda qachat qilinadi xullas. Yana plyus tomoni. Yana 6-plyus tomoni bor. Bu radiatorni ko'ryapsizmi? Katta radiator, огромный. Ancha-muncha qizmaydi. Radiator bunaqa apparatlar ko'rgan bo'lsangiz, men radiator juda qalin demayman, lekin katta o'ziga yarasha shamol o'tishga qilgan, sal yuqori qilish uchun. Qancha shamol ko'p bo'lsa, shuncha yaxshiroq sovutadi. Agar passivniy охлаждение bo'lganda radiator qalin qilish kerak. Bu yerda aktivniy охлаждение ventilyator orqali shuning uchun radiatorda shunaqa orasini kattaroq qilgan. Shu. Kondensatorlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir ko'rsataman. Bu boshqa apparatlarga o'xshagan. 220 niki uni kondensator o'raysin maksimum 4 ta qo'yib qo'ymaydi. Bu yerda 6 ta kondensator. 470 mikrofarad, 400 volt, 470 mikrofarad qo'yiladi. Tozasi endi 450 ga yaxshi kondensator bo'lsa 420 dan bo'ladi anaqa yo'mqist. Boshqa apparatlarni ko'rgansiz 220 ga eng yaxshisi 4 ta qo'yib qo'yadi. Bironta normal apparat yo'q-ku, u professionalskiy bo'lmasa agar, professionalskiy teng bo'l kam. 6 ta qo'ygan. Shuni hisobiga shof ham tiniq ishlaydi, svarka ham tiniq bo'ladi. Kirish kondensatorga ham bog'liq. Anaqa svarka tiniq ishlash. Bu eksperimentda o'tilgan narsa. Chunki men oldimga apparat kelgan, men yaxshi ishlamayapti va anaqa dugolyapti-da, o'chib qolyapti degan. Bilasizmi, orasida 3 ta kondensator bo'lgan. 3 ta kondensator apparat EPA bo'lish bo'lgan. Xullas men balasini o'lchayapman, tok anaqasi yaxshi, hammasi yaxshi. Ko'ryapman, problema yo'q. Lekin elektrodga olib vard qilyapman, orada o'chib qolyapti. Keyin shunda g'alati ovozda bo'lyapti. Balasini ham g'alati ovoz bo'ldi. Lekin tok kuchini berdi. Lekin svarka qilganda esa shunaqa muammo. Shuning uchun ham kondensatorni almashtirdim, kondensatorni topdim. Kondensator yorilmagan, boshqa qilmagan, просто qurib qo'ygan. O'zining yo'nqisini aniq qilgan. Просто ochib tekshirsam, xullas yo'nqisi yo'q. Просто yo'nqisi yo'q. Almashtirdim, shokolad ishlab ketdi hammasi. Shuning uchun qancha kondensator ko'p bo'lsa, shuncha tez qurib qolmaydi birinchidan. Ikkinchidan nagruska ham kam tushadi. Tiniq ham ishlaydi. Shunaqa gap. Shunisi bilan bu apparat shu zo'r. Bundan yaxshi apparat yo'q. Birontasi 220 dagi birontasi menman degan kesin. Men uni aytmayapman. Karakter koeffitsient mощности bor, unaqalarni aytmayapman men. Klassik sxemadagini aytayapman men. O'zi mana texnologiya boshqalarni men gapirmayapman men. Oddiy svarочный apparatni gapiraman. Men anaqa mikrokontroller bor, boshqasi borni gapirmayapman men. Ular ham buni o'ta olmaydi baribir. Faqat buni bitta minusi bor. Transformatorda mana shu qizisa, ko'p qiziydi, transformator ketib qolaveradi. Bitta minusi bor lekin. Agar transformator mana prinsiamsi toshni yaxshi qo'ygan bo'lsa, ancha-muncha qizib bermaydi. Lekin bir xillar ekonom qo'yish uchun oddiy salonda arzonroqni qo'yadi. 2250 lik anaqa prinsiams lekin bunga aslida 3000 kamida bo'lish kerak. Prinsiams 3000 dan tepa. Bular esa odamlar 2000, 2200, 2500 maksimum qo'yib qo'yadi. Shuni orqasidan keyin transformatorlar kuyadi. Bular shunaqa gap. Bundan yaxshi apparat yo'q. Buni esa uchun переделка qilamiz. Переделка qilib bo'lganimizdan keyin bu sirada bo'ladigan narsa emas. Buni bo'sh vaqtimda faqat qilaman. Agar bo'lgandan keyin
общий bo'lgandan keyin orada balkim ko'rsatish mumkin. Общий bo'lgandan keyin lekin ko'rsataman обязательно. Inshaalloh vaqt kelsa. Sirasi bo'lgan narsa emas bu. Men chunki ko'p vaqt bor odam emasman, buni rasmiga ko'p narsa keladi. Onda sonda qilishim mumkin. Shu. Hammaga assalomu alaykum.